dunyoda shiddat bilan o'zgarib borayotgan global xavfsizlik tizimi harbiy sohada chuqur islohot olib borishni talab qilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda zamonaviy o'zbek armiyasida ham nafaqat umumiy harbiy tayyorgarlikka, balki chuqur ixtisoslashgan bilim berish tizimi orqali har tomonlama xalqaro talablarga javob bera oladigan raqobatbardosh harbiy kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi negizida Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti tashkil etildi. Uning tarkibida 5 ta oliy harbiy ta'lim muassasalari bilan birgalikda 19 ta o'quv markazlarini o'z ichiga olgan serjantlar tayyorlash oliy maktabi tashkil etildi. Bu o'z o'rnida vertikal markazlashgan tizimni hosil qilib, dual ta'limni kengaytirishga, qo'shinlarda nazariy va amaliy bilimlarni oshirishga va jangovar salohiyatni kuchaytirishga, shuningdek ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishga xizmat qiladi. Bu albatta harbiy kadrlarni tayyorlash tizimida o'ziga xos ijobiy islohotdir. Islohotlar natijasida Mudofaa vazirligi qo'shinlarida serjantlar tayyorlash oliy maktabi va o'quv markazlarida hozirgi kunda oddiy askar va serjantlar turli malaka oshirish, qayta tayyorlash va boshqa o'quv kurslarida o'qitib kelinmoqda. Armiya tayanch bo'lgan serjantlar korpusiga katta e'tibor qaratildi. Buning natijasida 2024-yilda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida bosh serjant va uning yordamchilari harbiy unvonlari ta'sis etildi va bosh serjantlarning asosiy vazifasi etib qo'shinlardagi oddiy askar va serjantlar bilan birgalikda ishni olib borish, ular bilan mashg'ulotlar o'tish va qo'mondonlik komandirlar bilan serjantlar va oddiy askarlar o'rtasida bog'lovchi ko'prik yaratildi. Bugungi kunda kursantlar umum qo'shin bo'linmalari mutaxassislari dasturi, muhandis qo'shinlari mutaxassislari dasturi, aloqa bo'yicha mutaxassislari dasturi, quruqlikdagi qo'shinlar, havo hujumidan mudofaa mutaxassislari kabi yo'nalishlar bo'yicha 3 oylik hamda 14 kunlik tayanch, liderlik va malaka oshirish o'quv kurslarida o'qitilmoqda. Zamonaviy jangovar harakatlar tajribalari asosida serjantlar tayyorlash formulasi, ya'ni 1+3 va 1+5 bo'yicha doimiy ravishda o'qitish amaliyoti tatbiq etildi. Mazkur jarayon davomida xorijiy davlatlarda o'qib kelgan yo'riqchilar tomonidan amaliy mashg'ulotlar o'tkazib kelinmoqda. Rivojlangan mamlakatlar armiyalaridagi serjantlar tayyorlash tizimi chuqur o'rganilib, barcha dasturlar optimallashtirildi va qayta ko'rib chiqildi. Bevosita zamonaviy bilimlar, IT bilimlar sohasiga katta e'tibor qaratildi. Uchish apparatlaridan foydalanish sikli tashkil etildi. O'ta muhim va toifalangan obyektlarni qo'riqlash bilimlari bo'yicha ham sikl tashkil etildi. Umuman aytganda, barcha serjantlarimizni zamonaviy harbiy bilimlarni berishga tayyor jamoa shakllantirildi va bizning serjantlarimizga bir qator professor o'qituvchilar, qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari, ularda katta tajriba bor. Mana shularni jalb qildik va yo'riqchi serjantlar tarkibi ham bizga mavjud. Bevosita o'sha kursantlarimizni bilim berish jarayoniga o'z hissalarini qo'shadi. Ta'lim tizimi nazariy va amaliy. Nazariy mashg'ulotlardan keyin albatta uni mustahkamlash uchun, ko'nikmasini takomillashtirish uchun albatta amaliy mashg'ulotlar tashkillashtiriladi. Serjantlar tayyorlash oliy maktabi tasarrufiga barcha Mudofaa vazirligi tizimidagi mutaxassislarni tayyorlash markaz va bazalari tasarrufiga o'tdi. Bu albatta har bir mutaxassisni yanada chuqurlashtirilgan o'zini yo'nalishi bo'yicha bilim va ko'nikmalarni olish uchun o'sha markaz va bazalarga borib, ular alohida chuqurlashtirilgan dastur orqali amaliyotni o'tashadi. Bu umuman olganda serjantlar korpusiga ta'lim berish, ularni bilimini oshirish, ko'nikmalarini yanada takomillashtirish bo'yicha katta bir majmuaviy bilim berish tizimiga aylandi. Umuman transformatsiya natijasida bugungi yangi O'zbekistonni serjantlar korpusi faoliyatlari, men o'ylayman, transformatsiya jarayoni o'zining ijobiy natijalarini beradi va bizning serjantlar vatanimiz mudofaa salohiyatini yuksaltirish, uning jangovar shayligini yana takomillashtirish yo'lida o'zlarini munosib o'rinlarini egallashadi.
Serjantlar tayyorlash oliy maktabining yillik o'qitish quvvati 3000 dan 12000 nafarga oshirilib, mutaxassislik bo'yicha yo'nalishlar soni 2 barobarga ko'paymoqda. Serjantlar tayyorlash oliy maktabining asosiy vazifasi sifatida serjantlar korpusini harbiy ixtisoslik yo'nalishlari bo'yicha tayyorlash va ularning malakasini oshirish, o'qitishning zamonaviy shakllari va uslublari, serjantlarimizning turli tog', cho'l, shahar va boshqa sharoitlarga moslovchanligini shakllantirish hamda jangovar harakatlarda uchuvchi apparatlari, robotlashtirilgan texnika hamda zamonaviy qurol-saqa va texnikalardan foydalanishni o'rgatish, o'quv dasturlarini zamonaviy qurolli mojarolardan o'rganilgan ijobiy va samarali tajribalar asosida takomillashtirish, o'quv moddiy texnika bazalarini zamonaviy qurol-saqa va texnikalar hamda o'qitishning texnik vositalari, adabiyotlar bilan ta'minlash, serjantlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning psixologik tayyorgarligi va jangovar ruhini mustahkamlashning samarali tizimini joriy etish hisoblanadi. Shuningdek, o'quv dasturlarida serjantlarning nazariy bilimlar asosida uslubiy ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish maqsadida uslubiy tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulotlar soni ko'paytirildi. Dasturlarda mavzular va mashg'ulotlar modul tizimi, marsh, mudofaa, hujum, qo'shinlar maxsus harakati asosida mantiqiy ketma-ketlikda keltirildi hamda qo'shimcha axborot texnologiyalaridan foydalanish asoslari fani kiritildi. Bu serjantlar tayyorlash oliy maktabi oldin kichik mutaxassislar tayyorlash markazi bo'lib, oliy maktab maqom berilgach 19 ta markazlar ushbu oliy maktab negizida birlashtirildi. Bugungi kunda mazkur oliy maktabda mashg'ulotlar olib borish jarayoni optimallashtirilgan, yangi usul va uslublardan foydalangan holda olib borilmoqda. Oldingi davrda o'qitish davri 21 kunlik bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 14 kunlikka optimallashtirildi. Ushbu dargohda malakali va yuqori bilimga ega bo'lgan professor, o'qituvchi va murabbiylar, ofitserlar mashg'ulotlarni olib bormoqda va o'z o'rnida bor bilim va ko'nikmalarini kurs tinglovchilariga yetkazmoqda. Hozirgi paytda bizning serjantlar tayyorlash oliy maktabida boshqaruvchanlik, liderlik qobiliyati, psixologik qobiliyatni ham oshirish maqsadida yangi harbiy kafedralar tashkil etilgan. Albatta, bu harbiy kafedralarda ularga yuqori malakaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar tomonidan, ofitserlarimiz tomonidan hamda yo'riqchilar tomonidan bilim berib kelinmoqda. Aynan buning isboti sifatida hozirgi bitirib ketayotgan serjantlarimizni tarkibida ko'rishimiz mumkin. Faqatgina borib turib qurol yoki harbiy texnikada amaliy mashg'ulot bajarish emas, balki xaritalarda ustida ishlash, topografiya va shu bilan birgalikda guruhni boshqarish, liderlik qobiliyatiga ega ekanligi sekin namoyon bo'lmoqda. Aytish kerakki, serjantlar korpusini tayyorlash tizimini zamonaviy talablarga asosan transformatsiya etilishi, harbiy ta'limni xalqaro standartlarga javob beradigan yangi sifat darajasiga ko'tarish, zarur mutaxassislarni bosqichma-bosqich va uzluksiz dual ta'limga o'tkazish, sifatli o'qitish, liderlik qobiliyatini shakllantirish hamda zamonaviy bilim, malaka va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi. O'z o'rnida zamonaviy o'quv sinfxonalarida professor o'qituvchilar, malakali ofitser va serjantlardan ta'lim olayotgan kursantlar yangi bilim va ko'nikmalarini qo'shinlarda amaliyotda qo'llaydi, shaxsiy tarkibning jangovar shayligini oshirishda munosib hissa qo'shadi. Hozirgi kunda bu serjantlar tayyorlash oliy maktabida mashg'ulotlarimiz optimallashtirilgan, ya'ni qisqa vaqt ichida amaliy mashg'ulotlarda o'z bilim malakalarimizni oshirib bormoqdamiz. Bu yerda olgan bilimlarimni kelgusida o'z shogirdlarimga, qo'l ostimdagi harbiy xizmatchilarga o'rgatib boraman. Shuni ham alohida qayd etish kerakki, serjantlar tayyorlash oliy maktabi hududidagi oliy ta'lim muassasalari, davlat va jamoat tashkilotlari hamda qurolli kuchlar kuch tuzilmalari bilan uzviy hamkorlikni mustahkam yo'lga qo'ygan. Birgalikda turli tadbirlar, uchrashuvlar o'tkaziladi. Yangi taklif va tashabbuslar asosida istiqbolli rejalar tuzilib, amaliy ishlar olib borilmoqda. Yana bir muhim jihat, mazkur harbiy ta'lim muassasasida sport to'garaklari muntazam yo'lga qo'yilgan bo'lib, harbiy xizmatchilar va yoshlar mazkur yo'nalishda shug'ullanib kelishmoqda.
Serjantlar tayyorlash oliy maktabi bugungi kunda nafaqat Mudofaa vazirligi, balki boshqa kuch tuzilmalari harbiy xizmatchilarini ham ko'nikmasini oshirish, yangi bilimlarni puxta o'zlashtirishida o'ziga xos o'rin tutib kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, ushbu oliy maktabni tashkil etishdan asosiy maqsad qurolli kuchlar tizimida professional serjantlar korpusi faoliyatini yanada takomillashtirish, harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligi darajasi, shuningdek ularni egallab turgan mutaxassisliklari bo'yicha kasbiy bilim va mahoratlarni oshirish, zamon talablariga javob bera oladigan serjantlar tarkibini tayyorlashdir. Har bir davlatning xavfsizligi qurolli kuchlarning qudrati hisoblanadi. Quruqlikdagi qo'shinlar safida mamlakatimiz mustaqilligini asrab-avaylash mening burchim. Kuchlarga qarata o'tol. Barchasi millat uchun, inson qadri uchun.